Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana bir airdrop Mega ITH airdrop haqida tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p. Undan oldin agar kim kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsa a'zo bo'lamiz. Ancha kundan beri videolar qilinmayapti, chunki yaxshiroq testnet chiqmayotganligi uchun. Mana endi yaxshi testnetlarni topdik, endi sekin davom etaveramiz. Xo'p, kim a'zo bo'lmasa a'zo bo'lamiz. Bu yerda mana link bor. Xo'p, Mega ITH hozirgi paytgacha 57 million, deyarli 60 million dollar investitsiya olgan. Buni xo'p, oldin mana bu yerda mana Discordga o'sha MetaMask Wallet EVM adresini kiritib qo'yishimiz kerak edi. Agar kim kiritmagan bo'lsa, endi yangitdan boshlash mumkin. Agar kim kiritgan bo'lsa, o'sha testnet token tushgan. Agar siz kiritmagan bo'lsangiz, endi o'sha boshidan boshlaymiz. Xo'p, mana shu yerda mana birma-bir kirib ketsak ham bo'ladi. Bu yerda mana test token olish uchun kiramiz. Xo'p. Mana bu yerda o'sha har 24 soatda 001 o'sha test token olish mumkin. Xo'p. Mana bu yerda sizda mana shu yerda pulli, mana bu yerda pulli emas, o'sha test tokeningiz bo'lsagina olasiz degan joyi bor. Agar sizda xuddi shunday chiqayotgan bo'lsa, mana bu yerdan olamiz. Xo'p, buni ikisi mana ekan. Mana o'sha Mega ITHni bu yerga kiramiz. Mana bu yerda mana public faucet, o'sha test token olish. Ya'ni siz o'sha Discordda o'sha adresingizni tashlamaganligi uchun mana bu yerdan test token olishingiz mumkin. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Adresimizni kiritamiz. Belgilab, o'sha har 24 soatda bir marta olishingiz mumkin. Mana bu yerda mana bo'lganligim uchun ko'rsatmayapti. Xo'p, mana bu yerda o'sha test token berish kerak. Chunki o'sha Discordda wallet adresimni kiritib qo'ygandim. Mana bunisi birinchi ishimiz bitdi. Endi mana o'zini ofitsialniy o'sha yo'riqnomasi bor. Buni ham linkini Telegram kanaliga qo'yaman. O'sha linkdan ham siz bajara olishingiz mumkin. Mana bu yerda mana o'sha test token olish. Xo'p. Bu yerda bir nechta tasklarni ko'rsatib qo'yibdi. Shularni hozir bir nechtasini birgalikda bajaramiz. Endi Mega deylik, Mega testnet faqat bir o'zi emas, bir nechta kompaniyalar bilan, bir nechta airdroplar bilan birgalikda test olib boryapti. Shuning uchun hammasini birgalikda qilib borsak, har tarafdan yaxshi airdrop olishimiz mumkin. Mana birinchisiga kiramiz birgalikda. Xuddi o'sha test token olish. Biroz xatoliklar ketayotgan ekan. Mayli, xatoliklar bo'lsa tekshirib ko'ramiz. Mana bu yerda Mega. Mana Mega ITHga o'zgartiramiz. 3 4 mana bu yerda mana swap qilamiz. Mana swap bo'ldi. Endi keyingi qiladigan ishimiz mana o'sha swap bo'limiga kirib swap qildik. Yana ham swap qo'ysak bo'ladi, unisi ham muammo bo'lmaydi. Xo'p. Masalan, boshqa coinga ham swap qilsak bo'ladi. Xo'p. Rabbi. Yo'q, boshqa coinga hozircha yo'q ekan. Bundachi. Yo'q, to'xta. Eshon. Mana tost.
Bunga ham soqib qo'yaman. Mana bunga ham soqib qo'ydim. Endi keyingi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Biz qanaqadir o'sha coin yaratishimiz kerak. Xo'p. Bunga nima qilamiz? Xo'sh, bu yerda qanaqadir rasm belgilaymiz. Notion'ni qo'ya qolaman. Bu yerda mana nom qo'ysak bo'lar ekan. Bu yerda DC qo'ydim. Hop, bu yerda description degan ekan. Shunaqa yoza qoldim bu yerga. Xo'p. Bu yerda veb-saytlar qo'yish kerak, hech qanaqa veb-sayt qo'ymaymiz. Mana bu ham bo'ldi. Buni bir marta qilsak yetadi. Mana bizning o'sha fair tokenimiz. Xo'p, endi bu yerdan biz coin tanlashimiz kerak. Sell 1DC. Hali yaratyaptim ekan. Yana swap bo'limiga o'tamiz. Firmga DC. Fair yo'q, chiqmadi. GT ga ham o'zgartirib qo'yaylik. Ikki to'rt nol. Xatolik bo'ldi, shuning uchun boshqatdan qilyapman. Xo'p. Bunda biroz xatoliklar bo'layotgan ekan, keyinchalik yana ham o'rnib ko'rasiz. Xatolik bo'lmaganda birgalikda qilardik. Xo'p, keyingi masala bu yerda mana o'sha CUSDT ni mint qilishimiz kerak ekan. Kiramiz. Bu yerga o'zimiz mana adresimizni kiritamiz va mint qilamiz. Buni mint qilib bo'lganman, yana qaytadan mana mint bo'ldi. Endi mana bu yerda swap, keyin sell buy qilishimiz kerak. Shuni ham birgalikda qilamiz. Swap qildik. Endi buy and sell. Xuddi o'sha GT bu yerda o'sha nimalar sotib olib sotishimiz kerak. Bo'pti, shuni sotib olamiz, yetarmikan? Yo'q, balansim yetmayapti. Bunga ham balans yetmadi. Bunga ham balansi yetmadi. Bunga mana o'sha 0.1 kerak ekan. Bu yerda o'sha hisoblarning hisobiga anchagina kamayib ketdi. Xo'p. Mint qildik, swap qildik, sotib olish bilan sotishdi. Bu yer test tokenimiz yetmadi. O'sha eng hozirgi muammo bo'layotgani hammada test token ola olmayapti. Mana test token ola olmayotganligi
o'sha test token olishlarini ko'rsatib berdim. Bunda yana ham o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, shu o'zgarishlarni birgalikda shu Telegramda ko'rib olishga harakat qilamiz. Mana bu yerda pool ham bor ekan. Masalan, boya swap qilgan coinlarimizga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Bu hali ham yaxshi ishlamayapti. Mayli. Xo'p, yana bir narsani ko'rsatib ketaman. Mana bu yerda asosiy o'sha Mega ith degan joyda bir tasklar bor. Hozir ko'rsataman. Mana bu yerda, mana bu yerda tasklar bor. Bularni hammasi hali 100% ishlayotgani yo'q. Mana bu yerda coming soon hammasi. Keyin to'liq ishlamayapti. O'zi kecha boshlandi. Hozir birgalikda bitta ikkitasini qilishga harakat qilamiz. Launch up. Xo'p, mint qildik. Xuddi o'sha mint ekan, yaxshi bo'ldi. Buni qildik. Keyingisi mana bunga kiramiz. Mana bu yerda ham mana ishlamayapti. Bu hali to'liq ishlagani yo'q. Mana bu yerda hali to'liq ishlagani yo'q. Xuddi shunaqa mana bu ham ishlayotdi. Shuni ham ko'rib ketamiz. Mana bu yerda o'sha test tokenlarimizni qo'yishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda hammasini qo'ymayman-da. Bir dona qo'yamiz. Afsuski, hali ishlamayapti. Mana bu tugmasi hali chiqqani yo'q. Xo'p, depozit. Kamaytiraman. Yo'q, hozircha ishlamayapti. Bu ishlaydigan bo'lsa, sekin davom etib ketaveramiz. Agar a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, Telegram kanaliga a'zo bo'ling. Tez orada ishlab ketadi degan umiddaman. Shuning bilan videoni yakunlayman. Agar kimda kim tushunmasa, Telegram kanalida yoki kommentariyada so'rashlaringiz mumkin. Hammaga omad. Airdroplarda sabrli bo'ling. Keyin Telegram kanalda o'sha trading darslarini o'zimniki emas, ular o'sha ICT yoki o'zbek tilida ham har xil videolar qo'yib boryapman. O'shalarni ham ko'rib borishga harakat qiling. Keyin yana bir narsani ko'rsatib ketaman shu yerda. Xo'p. On-chain. Oppa, mana. Bu yerda kunlik jam, o'sha har kuni good morning degan ma'noda test netlarga qatnashayotgan bo'lsak, mana shularni ham qilib borishimiz bizga yana bittadan o'sha tranzaksiyalarni qo'shib boryapti. Bularni ham qilib borishga harakat qiling. Shu bilan videoni yakunlaymiz.